Farzand shunday bir ne'mat ekanki, Allohning lutfi inoyati bilan beriladi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah, lillahi mulkus samawati val ard." Osmon va yerdagi hamma narsani egasi Alloh taolo. Yaxluqu ma yasha. U ega bo'lgan Robbimiz xohlagan narsasini yaratadi. Yahabu liman yasha'u inatha va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana va inatha va yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qodir. Oyatning davomida Alloh aytayaptiki, hamma narsani Alloh o'zi xohlaganini yaratadi. Xohlagan kishiga qiz farzand, xohlaganga o'g'il farzand beradi. Xohlaganga o'g'il va qizlarni aralashtirib beradi. Xohlaganini aqim qiladi. Albatta Alloh taolo hamma narsani biluvchi, qudratli zotdir.